Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar? Kalla achib ketdi, ozgina chalg'iyapman sizlarga. YouTube'ga rolik tayyorlayapmiz. Bolalar bilan. O'zingizlar yaxshimisizlar? Ularni xarakteri bilan ishlashga vaqtimiz yetmaydi-da. Kasallikdan chiqarib olgani o'zi 10 kun juda qisqa muddatda niyatingga yarasha beraman degan. Bu Qur'onda kelyapti. Niyatga yarasha, niyatingga. Pulingga emas, niyatingga yarasha beraman degan. Mana illat qidirganga illatdir dunyo. Hikmat qidirganga hikmatdir dunyo. Illat emas, hikmat qidirib ko'ring. E'tibor bering, kitob o'qish deyarli chiqib ketdi. Juda ko'p inson kitob o'qimay qo'ydi. Nimaga? Uje bu kitob o'qish qandaydir yoshlarning fikri bo'yicha uje eski bilimga aylanib qolyapti. Shu kungacha 100 ta kasal kelsa 100 tasida, 1000 ta kasal kelsa 1000 tasida, har bittasini qalbida bitta og'riq bor. Mana bir gap aytaman-da, ko'zga ko'rinmaydigan zirapcha piyoladek potos. Potos degani yering to'play oladi. Ko'zga ko'rinmaydigan zirapcha. O'sha Alloh tanlab bergan insonlar bilan munosabatingizni buzilishi, sizlar rahmda buzilishi bu Allohga xush keladigan ish emas. Mana shuni evaziga ham bitta dard beradi. Akamda kasb bo'lmasligi mumkin. Akam yozishni, o'qishni bilmasligi mumkin. Lekin u bitta mavqeda turibdi. Aka, kelingizga telefon qiling. Voy, ovqatlari biram mazza ekan bu g'oliblar. Lekin o'sha bemaza ovqatlaring ko'z oldimdan o'tib ketdi deb bering. Yomonlab bo'lsa ham yaxshi gapiring. Bitta narsani unutmagin. Ayrilmayapsan mendan. Vaqtincha ajrashyapmiz. 4 ta olam bor. Birinchisi ona qorni, ikkinchisi hozirgi yashayotgan hayotimiz, uchinchisi qabr olami, to'rtinchisi chin dunyo. Bir kun ko'rishamiz o'sha olamda, bolam. Biz hayotda nimalargadir erishish uchun yaqinlarimizni tepalab, toptab o'tamiz ekan, o'sha joyga chiqamiz ekan. Yelkalarini tutib berar ekan, o'zlarini qurbon qilishar ekan, o'zlarini hayotlarini qurbon qilishar. Mana shu sizlar rahmni qilib beraman deb anchadan beri o'zimni tayyorlayman, nasr qilaman. O'ta qiyin mavzuda. Yurak betlamayapti. Juda ko'p narsaga erishmaganman, lekin nima so'radi? Halovatga erishdim, xotirjamlikka. Halovat bor ichimda. Dam ola olaman. Birovdan qarzim yo'q. Baxt bor, tinchlik bor, sokinlik bor. Men uchun eng katta ne'mat shu. Endi olam shu. Assalomu alaykum yaqinlarim, yaxshilarim. Yaxshimisiz? Xonadonlar tinchmi? Yana siz bilan bugun Xudo xolasa 1-avgust juma. Mana bugun sizlarga yana syomka tayyorlashga, yana sizlar bilan g'oyibona diydorlashishga ahd qildik va nihoyat ahd qildik. Oshindik, epladik vaqtni, bir amalladik. Nima mavzu qilaman ekan? Bilasizmi, misol psixolog insonga yoki bir soha mutaxassisga savol berganingizda, u inson mavzu topishi va mavzuni yaratishi o'sha savoldan kelib chiqqan holatda nimani, ya'ni suhbatni davom ettirishi oson bo'ladi. O'zimni roliklarimni o'zim ham ko'raman, kommentariyalarda o'qiyman. Hozir mana kommentariya o'qisangiz deb yozibdi. Assalomu alaykum, O'tkirbek Saqov. Kommentlarni shaxsan o'qiyman deganingiz uchun yozishga qaror qildim. Sizni sanatoriyingizga onamni olib bormoqchi bo'lgandim. Bu uchun qanchalik asabim ketganini o'zim bilaman. Borishni xohlamadi. Aslida indamay olib bormoqchi edim, lekin bilib tanisa yaxshi bo'lardi deb o'ylab konsultatsiyaga olib bordim. Ichidan itarib tursa ham janjal bilan. Lekin Nilufar opaning gaplaridan keyin kayfiyat battar tushib ketdi. Savollariga to'g'ri javob bermagani uchun. Onam tuzalishini rosa ham xohlagandim. Afsus, savolim tuzalishni xohlashi uchun odamga nima kerak? Men onamni sahar yana nimadandir emas, vaqti soati kelgani uchun ketishini xohlayman. Ya'ni kasallikdan emas, keksalikdan vafot etishini demoqchi bo'lyapti. Xo'p, xavf bo'lib qolasizlar-da, mana shunaqa muomala qilinganda xavf bo'lib qolasizlar. Bitta narsada bu yo'nalishni
bizni yo'nalishimizga meni onamni o'zi ham почти 1,5 yil, 2 yil ishonmasdan yurganda, men davleniyani davosi bor, davleniya kasallik emas deb bu yoqda rolik qilaman, onam davleniyasi oshadi, poliklinikaga chiqib osma ukol oladi, sistema quydiradi. Poliklinikada hamma mashinik deb nom chiqarib yuborgan o'tkirdi mahallamda. Onamki ishonmayaptimi, begona insonni ishonchsizlik bilan qarashi shunchaki bizga to'lagan summangizni havoga uchishiga sabab bo'ladi. O'zingiz aytyapsizki, asabim juda ko'p buzildi, shu olib borguncha deyapsiz. Onamni tuzalishini xohlayman deyapsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Onam deyapsiz. Alloh bandam desin, sizni qo'llab-quvvatlasin. Onaniki sog'ligini o'ylayapsiz. Onangizga jon kuydiryapsiz. Biling, onangiz sog'aymasdan turib sizga yaratgani bir ajri mukofoti yozilishni boshlagan. Onangizni sog'ligini ziyoda qilib olsangiz, undan da ulgan, undan da chiroyli mukofotlar bilan albatta Alloh sizni siylaydi. Qarang, bunday qilaylik, shoshilmang. 15 kun ketadimi, 20 kunmi? Shu onangizga kerakli rolikni qo'yib, eshitdingda onangizni keling, onajon, oyoqlaringizni bosib qo'yaman, uqalab qo'yaman. Oyoqlarni uqalab o'tirib, rolikni ovoz chiqarib eshitib o'tiravering. Onangizni qulog'iga kiraveradi. 3 kun oyog'ini uqalab 1 soatdan. Oyoq qo'lini uqalab 1 soatdan o'tkirdi roligini eshiting. Onangiz o'sha bolani roligini qo'yib ber deyishni boshlagan bo'ladi. O'sha o'tkirga olib bor deyishdi. Siz shuncha vaqtni zoyi ketkizmasdan yugurib qabulga kelib, shu onam hech ko'nmayapti, qanaqa qilib ko'ndirsam bo'larkan deganingizda osonroq bo'lardi. Hali ham kechmas. Bir qator shu ishni qilib ko'ring. Onangizni ichidan qaynab chiqsin o'tkirga olib bor degan narsa. Chunki bo'ynidan baylangan it ovga yaramaydi degan maqol bor. Bu maqolning ma'nosi, ya'ni o'zi xohlamasa imkoni yo'q bu narsani, qiyin. O'zi xohlamasa o'sha butun dunyo tan olgan Ibn Sino ham eplolmagan bo'ladi. Chunki Ibn Sinoning bir gapi bor. Bu yerda 3 kishimiz. Sen, kasallik va men. Agar sen kasallik tarafida bo'lsang, men albatta yengilaman. Agar sen men tarafga o'tsang, ikkimiz albatta kasallikni yengamiz deb gapirgan. Shunday tushuntirgan. Onangiz kasallik tarafda bo'lganligi uchun ro'yxat berilmagan onangizga. E'tibor berilmagan. Nega? Bu e'tibor samarasiz bo'ladi. Yarim soat suhbat davomida onangizning ishonchiga kirishning imkoniyati yo'q. Yarim soat suhbatlashdi, u yerda konsultatsiya paytida imkoni bo'lmaydi. Chunki o'zi bir oyda 2 kun qabul qilyapmiz. 100 ta odamni zo'rg'a ko'rib ulgurman. Bari 100 ta deymizki, bari 120 ta, 130 ga boradi. Ertalab 7:30 da o'tiraman, o'sha bo'yi 3:30 4 da o'rnimdan turaman. Obedsiz ishlayman o'sha kuni. 120 ta, 130 odamga zo'rg'a uspet qilaman, ulguyman. Lekin 300 tacha odam keladi o'sha kuni. Endi qarang, mutaxassisni o'rnida bo'lib turing. Yonib turgan bu yerda, yonib mana roliklarni ko'rib, men tuzalishni xohlayman, tushundim. Meni joyla yoki menga yozib ber, nimadir ichaman yoki 10 kunlikka kelaymi, ayt, nima qil desang qilaman deb turgan odam turganda, bu yerda o'zi kasali u, mana to'g'ri tushuning, o'zi kasali u, lekin injalik qilib turgan odam yoqmaydi-da, yoqmaydi. O'shaning uchun biz YouTube'da ma'lumotlarni chiqarganmizki, tushunib kelsin. Nega? Ularni xarakteri bilan ishlashga vaqtimiz yetmaydi-da. Kasallikdan chiqarib olgani o'zi 10 kun juda qisqa muddatda. Shuning uchun men xohlagan bo'lardimki, boshida yuqorida o'rgatganimdek, onangiz oyoqlarini uqalab 5 kun uqalang. Oyoq qo'llarni har kuni uqalab, oyoqning tagidan boshlab, har bitta barmoqlarning orasini butun oyoqlarni, qo'llar, yelkalar yerga qaratib olib, kuraklari uqalab, boshlarini uqalayotgan paytda o'sha o'tkirni roligini qo'yib olib, eshiting, uqalang. Qulog'iga kiraveradi, oxiri eshitish boshlaydi. Shunday qilib ko'ring. Bo'ladimi shunday qilsak? Xo'p, imanni o'zim o'qiyman deganingiz uchun yozyapman deganingizga va onam deganingiz uchun albatta e'tibor qaratdim. Xo'p, keyin men o'sha hozir ko'rayotgan roligimda Secret filmini ko'ringlar deb gapirgandim. O'sha yerda bir yozishdi, bir inson Sanjarbekmikin degan odam yozibdi. Secret degan bir film bor. O'zbekchasi hujjatli film desa chiqadi. Ana shu sir filmida juda chiroyli tushuntirib berilgan, faqat u yerda bitta xatolik tabiatdan deb tushuntirib ketgan. Siz o'shani Allohdan deb tushunib ketsangiz bo'ldi, kifoya qiladi. Secret kinosini tahlil qiladigan bo'lsak, bu kinoni muhokama qilinadigan joy ko'p. O'ylaganingni o'zing tortib olasan deyilgan.
Nima rak kasaliga uchraganlar, ular shu kasalni o'ylab tortib olganmi, juda ko'p xato ketgan deyapti. Bir gap aytaman. Nimasi bo'ladi? Hamma bir voqeani har tarafdan ko'radi. Har xil tahlil qiladi. Lekin yana bir narsani saqlang, biror bir voqea yoki biror bir berilayotgan topshiriq yoki biror bir hikoya yoki birorta bir roman mukammal bo'lmaydi. Mukammallik Allohga xos. Banda yaratgan, banda tushuntirayotgan mavzularda hammasi kamchilik bo'ladi. O'sha sekretni ham banda tushuntirib bergan. Uni banda eshityapti. Bandadan ayb topish rosa osonda. Qidiramiz. Lekin bir narsani tushuning, qarang. Niyatingga yarasha beraman degan. Bu Qur'onda kelyapti. Niyatga yarasha, niyatingga. Pulingga emas, niyatingga yarasha beraman degan. Niyat. Kim hayotda ajrashgan bo'lsa, ajrashishni tasavvur qilgan. Bu bor narsa. Bu boshimda o'tkazganman-ku o'zim ham. Kim pulsiz qolib ketishini o'ylagan va albatta pulsiz qolgan. Tasavvurimizdagi narsa voqelikka aylanadi. Bu bor narsa. Buni tushuntirib bergani soatlar vaqt ketadi. Ong haqidagi mavzu bor. Shuni ko'rsangiz, Secret filmini ko'rishingiz osonlashgan bo'ladi. Men o'sha Secret sir filmini ko'rishni tavsiya qilaman. Mana yaqin onlayn kursimiz deyarli yakunlandi, onlayn kursimiz. Mana shu sir filmini konspekt qilishni aytganda portlab ketdi deyarli odamlar. Juda katta natijalarni olishdi. Bitta konspekt orqasidan xatolarni to'liq ko'rishdi. Xuddi o'shalar haqida gapirgandek. Sir filmi shunday yaratilganki, 38da gapirilgandek. Buni ko'rayotgan paytda kir qidirib emas. Mana illat qidirganga illatdir dunyo. Hikmat qidirganga hikmatdir dunyo. Illat emas, hikmat qidirib ko'ring. Pashsha uchayapti, atrofga alanglaydi, atrofga. Qidiradi, nima qidiradi? Axlat qidiradi va albatta topadi. O'sha pashsha turgan joyda asalari ham atrofga qaraydi, qidiradi. Nima qidiradi? Gul qidiradi. Guldan shira olish maqsadida, gul qidiradi va albatta topadi. Siz nima qidiryapsiz hayotda? Shuni topasiz. Men sir filmini hayotda qo'llagan odamman. Xudoga shukr, kam ko'stim bo'lgani yo'q. Yaxshi ketyapti. Eng muhimi halovat topdim. Eng qiyin narsa. Hozir bir mavzu qulog'imga kirib qoldi, mavzu. Agar bir uxlab tursangiz, uyg'onganingizda hozir 2025-yilmi? Shunda uyg'onganingizda 2005-yil bo'lib qolsa, ya'ni shu 20 yillik hayotingiz uyqu bo'lib, ya'ni tush bo'lib chiqsa, nima qilgan bo'lardingiz degan savolga kommentariyalarni o'qilganda 70-80% ota-onasi haqida to'lib toshib gapiryapti. To'g'ri, ayollarda juda ko'pchilik yerga tegmasdim deb yozishibdi. Lekin men e'tibor bergan narsa, men sinchkovman-da, men e'tibor bergan narsa ota-onamni bag'riga bosishlik, ota-onaga mehr ko'rsatishlik haqida ketyapti gap. Ya'ni shunday uxlasangiz, uyg'onsangiz, shu uyg'onganingizda 2005-yil. Hozir 2025-yil emas, 2005-yil bo'lib qolsa. Mana shu 20 yil tushda ko'rgan bo'lib chiqsangiz, nima qilgan bo'lardingiz degan savolga javob berishyapti. Ta'sirlandim. Silai rahim, juda ko'p odamda silai rahimda buzilish bor. Kim mana shu rolikni ko'rayotgan bo'lsa, ichida tan ola oladimi? Qalbida xafalik bor. Qalbida araz bor. Qalbida yomon ko'rish bor. Qalbida kechirishni xohlamaslik bor. Qalbida kechirishni xohlaydi, lekin kechira olmaslik bor. Eshitgan gaplari, qilgan harakatlarini ko'z oldidan ketkiza olmaydi, kechira olmaydi. Qalbingizda Allohga xos hislatlar emas, shaytonga xos bo'lgan hislatlar bormi? Demak, u qalbda buzilish bor. U qalbda uzilish bor. Kimdan? Boshqa qalbdan uzilish bor. Silai rahim deganda nimani tushunasiz? Silai rahim deganda shu yaxshimisan, o'tiribsanmi? Men ko'rdim, tuzuk ekansan, xotirjam bo'lib ketdim. Bu emas. Silai rahim yurakni yurakka qo'yish, qalbni qalbga tutashtirish, bir-birlaridan yaqinlarini hidini qidirish. Ukajon, bir bag'rimga bo'lsa, senda dadamning hidi bor deyishlik. Akajon, bir bag'rimga bo'lsa, sizda onamning hidi bor, sizda dadamning hidi bor, bir to'yay deyishlik. Ana shu yaqinlarning hidini qidirishlik va topa olishlik. Bu meni fikrim. Dod devormaylar, qora qalamni qo'lga olib. Bu meni fikrim. Men silai rahimni shunday deb bilaman.
Sizlar haqimda. Shu darajada bo'ptiki, 2 yashar bolam quchoqlab bitta hidlab olay hidlaydigan darajada. Ya'ni biz oilamiz shu darajada bir-birlaridan yaqinlarning hidini qidiradigan darajaga yetibdiki, bu kichkinalarga ham singishni boshladi. Mazza qilyapman. Yaqinlaringizga hidini qidirish, yaqinlaringizdan bag'ringizga bosganingizda yayrashlik. Mana shuni qilmayapsizmi? Siz qalban uzilgansiz. Qalban. Siz aqlan bog'langansiz. Ukangizligini aqlan his qilyapsiz. Akangizligini, onangizligini aqlan his qilyapsiz va aqlan o'zingizni farzand, uka, aka, singil, opa, ota yoki ona deb bilasiz. Aqlan bilasiz. Qalb uzilgan bo'ladi qalb. Bir yaqiningizni hozir men yuqorida aytgan roligimni qo'yib turing, o'zim bir savol beraman. Bir yaqiningizni o'lganligi haqida xabar keldi. Dod deb ketyapsiz. 1 soat degan e'tiboringiz. O'sha 1 soatda nimalar o'tadi kallangizdan? Nimalar ichingizni tirnaydi? Qaysi gaplaringizga afsuslanasiz? Qaysi xatolaringiz uchun uzr so'ragan bo'lardingiz? Qaysi gaplarni aytgiz kelgan bo'lardi? 1 soatdan keyin dod deb shu deb borsangiz, xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Kulib turibdi. Nima qilgani bo'lardingiz? Rosa o'ylab ko'ring. Nima degani bo'lardingiz? Rosa o'ylab ko'ring. Nega shunaqa xabar kelishi shartmi? Nega shu narsani chemasdan turib yoki shu narsani tirikligida qilishni niyat qilmaymiz? Mana shu niyat yo'qmi? Mana shunday qilishni xohlamayapsizmi? Qalb uzilgan. Qayinda begonaga yaxshi ko'raman deyish, begonaga nimasi bo'ladi? Sen yaxshi insonsan, seni hurmat qilaman deyish oson, lekin yaqinlaringizga nihoyatda qiyinda. E'tibor bergansizlarmi? Men doim rolik boshlayotganda yoki tugayotgan vaqtda, lekin albatta har bitta rolikda shu narsani, shu jumlani qo'shaman, qo'shgim keladi, shu narsani aytgim keladi. Yaqinlarim deb gap boshlayman. Yaxshilarim deb gap boshlayman. Yaqinlarim, azizlarim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaqinlarim, azizlarim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaqinlarim, yaxshilarim, yaxshimisiz? Yaqinlarim, yaxshilarim, bormisiz? Yaxshimisiz? Obodmisiz? Har bittangiz yaqinimsiz. Hammamizni qonimiz bir. Odam ato, momo havodan tarqaganmiz. Hammamizni borar joyimiz bir. Hammamiz Alloh deb yashayapmiz. Bir zotga talpinyapmiz. Men nimasi bo'ladi? O'zimni ko'rgazorimdan, dunyo qarashimdan kelib chiqib gap gapiryapman. Bu darajada keyin tushuntirib bera olmayapman bu narsani. Har bittangizni ichingizda yaxshilik borligini bilaman. O'shaning uchun yaxshilarim deyman. Shunchaki u ichingizdagi o'sha yaxshilikni mehr desak, muhabbat desak, o'sha mehr, muhabbat mudroq xolos ichingizda, mudrab qolgan. Uni uyg'otish kerak, uni silkitish kerak, turgizish kerak o'rnidan. Unga dalda kerak. Nega ishonch bilan aytyapman? Sababi har bittamiz tanlanganmiz. Alloh tarafidan tanlanganmiz. Erkakdan ayoliga millionlab urug' tushadi. Bir marta tushganda millionlab urug' tushadi. Bir martada aynan o'sha millionlab urug'ning ichidan biz tanlanganmiz. Alloh tarafidan tanlab olinganmiz. Endi savol, mana shu tanlangan, har bitta tanlangan inson tanlaganda oldida bir kun javob berishimiz bor-da. Tasavvur qiling, 2125-yil. Bir asr. Hech kim eslamaydi. Oradan bir necha 10 yillar o'tib, ismimizni hech kim eslolmaydi. Qaysi biringiz bobongizni, bobolarning ismi, tug'ilgan yillari, sanalarini bilasiz? Bobongiz deganda otangizni otasini otasi. Ya'ni bobongizni bobosi deyapman. Qaysi biringiz o'shalarning rasmlarini saqlagansiz? Qaysi biringiz ularni qilgan ishlaridan xabardorsiz? E'tibor bering, shajara oldinga yurgan sari, har yangi avlod tug'ilgan sari ma'lumotlar qisqarib yo'qolib ketyapti. Ma'lum muddatdan keyin suratlarimiz yo'qolib ketadi.
ma'lum muddatdan keyin biz yozgan daftar, biz o'qigan kitoblar yo'qolib ketadi. E'tibor bering, kitob o'qish deyarli chiqib ketdi. Juda ko'p inson kitob o'qimay qo'ydi. Nimaga? Uje bu kitob o'qish qandaydir yoshlarning fikri bo'yicha uje eski bilimga aylanib qolyapti. Ular ijtimoiy tarmoq, onlayn kitob o'qish, голосовой kitoblarga o'tib ketyapti. O'qishga, mana erinchoqlik borgan sari shu narsa kuchayyapti. Rosa e'tibor bering. Qarang, nima qolyapti bizdan? Rosa o'ylab ko'ring. Nima qolyapti? Hech bo'lmasa mehr qoldiring. Hech bo'lmasa muhabbat qoldiring. Mana shu yaqinlaringiz bilan yashash umringiz rosa omonat-ku. Juda qisqa. Meni yo'nalishim psixologiya bo'lganligi uchun bu sila rahim bo'yicha men suhbatlashishim aniq. Lekin men endi qarang, ham medikman, ham sharq meditsinasi, Xitoy, Uyg'ur, Tibet meditsinasi bo'yicha mutaxassisman, kasallar bilan ishlayman. Men kasallar bilan ishlayotgan vaqtimda ularni qalblarida yaqinlarga nisbatan og'riqni sezdim. Eng qiziq joyi shu kungacha 100 ta kasal kelsa 100 tasida, 1000 ta kasal kelsa 1000 tasida har bittasining qalbida bitta og'riq bor. Yo erdan, yo qaynonadan, yo qaynotadan, yo o'zini otasidan, xullas ko'rib chiqsak, aka-uka, opa-singil yoki eng yaqin do'sti yoki dugonasi. Bular kamdan kam dugona do'sti. Yaqinlari, amaki, xola, amma, shularga nisbatan og'riqlar bor. Sizlar rahmni buzganga jannat yo'q deyapti. Endi tasavvur qiling. Jannat yo'q deb hukm bor odam qo'lini ochib olib, Alloh shifo berdi, shifo so'rayapti. Mantiqsiz. Doimo bemorlarimiz bilan birinchi o'rinda silay rahmni butun qilishdan boshlaymiz ishni. U onkologiyami, u davleniyami, u sahni diabetmi, u zreniya o'ycha kelganmi, u diski grijami farqi yo'q. Nega deganda aytilyapti, xafaliklar, insonning ichidagi xafaliklar insonning tanasiga o'zini ta'sirini beradi. Insonning ichida og'ir narsa botmondek botib turibdimi? Mana bir gap aytaman-da, ko'zga ko'rinmaydigan zirabcha piyoladek potos. Potos degani yering to'play oladi. Ko'zga ko'rinmaydigan zarabcha. Endi sizning qalbingizda mushtak og'riqlar bor, yaqinlaringizdan. Birortangizning qalbingizdagi og'riq begonaga nisbatan emas. Begonaga nisbatan hech qachon og'riq bo'lmaydi. Bizda faqat yaqinlarimizga nisbatan og'riq bo'ladi. Buni Alloh bilganki, bilganligi uchun sizlar rahim buzganga jannat yo'qlayapti. Silay rahimni ushlashi uchun. Nega? Silay rahim kimga nisbatan aytilgan? Yaqinlarga nisbatan aytilgan. Siz yaqinlaringizni sizga kim tanlab bergan? Alloh tanlab bergan. O'sha Alloh tanlab bergan insonlar bilan munosabatingiz buzilishi, silay rahimni buzilishi bu Allohga xush keladigan ish emas. Mana shuni evaziga ham bitta dard beradi. Mana shuni evaziga ham bitta musibat beradi, bitta baxtsizlik, bitta kemtiklik beradi. Mana shuni joy-joyiga qo'ying, bu Allohga juda xush keladi. Nega? U tanlagan insonni qabul qilyapsiz. U tanlagan. Endi qarangda, 5 qo'l barobar emas-da. Oilangizga bitta nazar tashlang-da. Oilangizga. Misol uchun biz oilada 5 ta farzand bo'lsak, 5 xil olamizda. 5 xil. Bir-biriga umuman to'g'ri kelishda imkoni yo'q insonlar bor-da. Tushunyapsizmi? Umuman fikrlashi ham, xarakteri ham tushmaydigan insonlar bor. 5 ta farzand ichida bir-birimizga deyapman. Lekin o'shlarni kim berdi? Alloh berdi. O'shlarni boricha qabul qilishlik. Men ana bir gap aytaman. Misol tasavvur qiling. Eng kichkina opam endi 5 ta farzandini yerga qo'ygani, farzandi yo'q. Hayotda boshdan ko'p ishlar o'tdi. O'zi o'qituvchi, oilaga yetadi o'ziga. O'ziga yetadi. Ovunish uchun bog'cha tashkil qildi. Bog'cha. Yosh bolalar bilan ishlashni xohladi. Bog'cha tashkil qildi, tarbiyachilar ishlaydi, boshqa qiladi. Shu akam uyini bog'cha qilmoqchi bo'ldi. Akam kelini ham o'zi bilan yashaydi. Bir dona o'g'li bor, jiyanim Omad. U Xitoyda. O'sha bog'chanidan bir foyda bilganim yo'q. Har oy sarflaydi. Har oy. Endi qayoqrasiz topganini o'sha oyliklarini ham to'plab yurib, u qilib yurib, bu qilib yurib, shoshilmay tur, akam uyini o'zim men remont qilib beraman. Men niyatim bor. Yo'q, o'tkir seni ham boshingda ish ko'p deb topganini tiqdi, u qildi, bu qildi. Opam harakat qilishini ko'rib turib, bo'pti, xo'p, bo'p qolganda bo'p qolsin. Men ham keyin kirishni boshqa qilib, hamma yog'i joyida. Ko'rsiz, akam uyini, hamma yog'i joyida. Bu rolikni akam ham ko'radi. Men o'ziga ham aytaman, ajoyibsiz aka. Kulib qoladi, xolos bo'ldi.
hamma yoqni joy keltirdi. Nima qilgan? Shunday opam bog'chasini chiqarib oldi. Yana bir bopladimmi deydi. Hamma yoqda qizib oldim deb. Begonaga emas, jigar. Tushunyapsizmi? Opam ikkovimiz bir-birimizga qarab kuldik. Aytib, aka xarakterini bilasan-ku. Boshqa nima kutgan deydi. Mayli, boricha qabul qilamiz. Hozir boshqarga ko'chirib, boshqa joyda o'sha bog'chani yurgizyapti. Nima qilay endi? Xo'p, mana maslahat bering, akamdan yuz o'giraymi? Voz kechib yuboraymi? Yo'q. Yo'q. Aka, mana kecham, aka. Nima gap? Yo'q, pul bor. Qancha? Mang? Xo'p, ta'minlayman. Qo'lida hunari yo'q. Yaxshi o'qimagan. Hech qanaqa kasb yo'q. Kasb yo'q. Lekin akamda bitta narsa bor. U aka. Akamda kasb bo'lmasligi mumkin. Akam yozishni, o'qishni bilmasligi mumkin. Lekin u bitta mavqeda turibdi. Aka. Bo'ldi, tamom. Nahotki shu aka degan narsa yetmasa, u aka. U qanday bo'lsa, shunday yaxshi ko'raman. Ana shu rasvo xarakteri bilan yaxshi ko'raman. Ana shu xudbinligi bilan qabul qilaman. Tushunyapsizmi? Ana shuni nomini sizlar ham. Men akamni yaxshi ko'raman. Umri uzoq bo'lsin. Otamning o'rnini to'ldirib yursin. Akamda dadamning hidi bor. Dadamning kulgusi bor. Dadamning harakatlari bor. Yurishida, o'tirishida, ish qilishlarida, agrorodda chuvol makkani chopishlarida. Har bitta joyda men dadamni qidiraman. Har bitta joyda menga bog'liq joy bor. Bitta narsa tamom, u aka. Endi qarang, nega siz akangizdan xafa bo'lasiz? Nega siz onangizdan, nega siz otangizdan, nega siz keliningizdan, opalaringizdan, xullas yaqinlaringizdan xafa bo'lasiz? Sababini aytaymi? Sizlarda har bittangizlarda hayotingizda har bitta yaqiningiz ikkitadan. Misol uchun aytaman. Menda bir paytlar onam Matlubaxon ikkita bo'lgan. Qanaqa? Bittasi real, haqiqiy, bittasi fantaziyamda. Fantaziyamdagi Matlubaxon. Endi ko'proq qaysi biri bilan gaplashasiz? Fantaziyangizdagi Matlubaxon bilan gaplashasiz. Mana shu to'lib toshib uyga yetib borguncha hayolingizda onangiz bilan suhbatlashasiz. Fantaziyangizdagi Matlubaxon o'tkir o'lga nima deydi? Voy bolam, omading kelib qopti. Qilur bolam. Omadingni bersin. Nima ish qilsam shunaqa deydi. Tushunyapsizmi? Hayotimdagi onam nima deydi? Matlubaxon. Shuni chimirladi. Senga biri pul topdi deyaptimi? Baloni yebsan. Jippillama deb bitta baqirib so'kadi. Endi fantaziyamdagi Matlubaxondan kutgan narsami men real hayotimdagi Matlubaxondan ola olmadimmi? Endi men real, ya'ni hayotimdagi Matlubaxon onam bilan gaplashish istagi so'nadi. Juda ko'p ayollar keladi. Mana bolalarim men bilan gaplashmaydi. Bolalarim menga gap aytmaydi deydi. Men aytaman. Bolalaringiz sizga gap aytmaydi. Nima ish qilayotganini aytishmaydi, gapirmaydi. To'g'rimi? Ha. Bitta barmog'ingiz ko'rsatyapti shu narsani. Siz to'g'ri aytyapsiz, haqsiz. Lekin 3 ta barmoq kim ko'rsatyapti? O'zingiz. Nega? Qachonlar aytishgan ular? Pand yeganda. Odam o'rnida ko'rilmaganda, ruxsat berilmaganda. Nega ota-ona bolani ehtiyot qilaman deb birorta ish qilamasa, qo'ysangchi, nima keragi bor? O'zi tayyor ishing turibdi, o'sha ishni qilsangchi. Tushunyapsizmi? O'zimiz bilmagan holatda to'siq qo'yib qo'yamiz. O'zimiz bilmagan holatda bolalarni itarib qo'yamiz. Endi tasavvur qiling, qo'shnim bilan ko'chada gaplashib o'tiribman. Ancha ko'rinmaysan, bir ishni orqasida yuribman. Nima ish? Shuna ish qilyapman. Nima deydi? Zo'r ish qilyapsan o'zi. Zo'r ish boshlayapsan. Davay qil deydi. Tushunyapsizmi? Onangiz, otangiz aytmagan narsani qo'ni-qo'shni aytishni boshlaydi. Ular sizga qilma deb buyurgan narsa, qilma degan narsani ular qilaver deydi. Shuni uydagilar tushunmayapti, siz nima deydi? Pulni olib kelsang tushunib oladi, yazini bosadi. Mana shularni evaziga, shunaqa suhbatlarning evaziga asta-sekin uzoqlashish boshlanadi. Endi bolani ko'chaga talpinishi, ko'chaga intilishi kuchayadi. Dada bilan emas, o'sha qo'shni erkak bilan suhbatlashish unga maroqliroq. Nega soat kechasi 12 bo'lib kelsa ham uyga kirmasdan o'sha bolasi, o'sha inson eshitib o'tiradi. Shuni hisobiga u yengillaydi, aytadi, gapiradi. O'sha qo'shni bitta ehson qilsin, ertalabdan kechgacha bir kun oldin kirib xizmat qiladi, mehnatini qiladi. Lekin uyingizda bitta ish buyursangiz, burnini jiyiradi. Eshitmaymiz. Yaqinlarimizni eshitmaymiz.
Men hozir gapiryapman. Misol dadam Fazliddin bo'lsa, menda bir paytlar ikkita Fazliddin bo'lgan. Hayotimdagi Fazliddin, ikkinchi hayolimdagi Fazliddin. Ikkita bo'lgan. Bittasi hayolimda. Hayolimdagi dadam bilan ko'proq gaplashganman va hayolimdagi dadamdan kutgan narsani hayotimdagi dadam bera olmasa, hayotimdagi dadamdan xafa bo'lgan paytlarim bo'lgan. Lekin yana bitta joyda borki, dadam bilan onam hayotida ham o'tkir ikkita bo'lgan ekan. U yog'ini hisobga olmabmiz-da. Ular men tug'ilganda qo'liga shunday olganda, hali bu shunaqa bir yigit bo'lsin deb fantaziyasidagi o'tkirini yaratishgan. Lekin men ularni hayotida qanaqa o'tkir bo'ldim? G'irt kuydirgi bo'lganman. O'tda ko'p kuydirganman. Juda ko'p marta onami davlenasi men sababli ko'tarilgan. Men sababli ko'tarilgan davleniga tez yordam mashinalari kelgan. Qayta bo'lgan bu ishlar. Kuydirgi bo'lgan menda. Onam ham hayolidagi o'tkiri bilan gaplashib o'zini ovutgan ekan. Hayotidagi o'tkiri u xohlagan o'tkir bo'lmagan ekan aslida. Onami yuziga shoshilmasdan yillar davomida toqat bilan, sabr bilan eng chiroyli ajinlarni chizgan men bo'laman. Dadami sochini asta sekinlik bilan shoshilmasdan bitta to'kkan men, bitta oqqa bo'yagan menman. Juda ko'p oqlariga dadami, onami sochidagi juda ko'p oqlariga men sababchiman. Men buni tushunib yetmagunimcha, ularni fantaziyasidagi o'tkirga aylanib yetmagunimcha, ular xohlagandek farzand bo'lmagunimcha, men ancha vaqt ularni sochini oqqa bo'yash, yuzlariga juda chiroyli ajinlardan gul solish bilan shug'ullanganman. Sizchi? Siz to'xtatdingizmi shu narsani yo davom ettiryapsizmi? Biror marta so'raganmisiz? Biror marta. O'tiring bugun. Real fantaziyani tushuntirib bering. Har bitta insonning hayotida ikkitadan yaqini bo'ladi. Bittasi hayotidagi, bittasi xayolidagi. Misol uchun turmush o'rtog'ingiz ham shunaqa. Hayotingizda bitta, xayolingizda bitta. Ikkalasi ham bitta odam aslida. Lekin bittasi haqiqiy, bittasi fantaziya. Fantaziyadagi turmush o'rtog'ingizni yaratib olgansiz va o'sha turmush o'rtog'ingizdan kutasiz. Lekin hayotingizdagi turmush o'rtoq u narsani bermaydi. Biror marta yozib ko'rganmisiz? Real hayotingizdagi dadangiz qanaqa inson? Xayolingizdagi dadangiz qanaqa inson? Keling bugun shu ishni qilib ko'ramiz. Sizlarga topshiriq beraman. Hayolingizdagi bilan hayotingizdagi yaqinlaringizni yozib chiqing. Keyin ulardan iltimos qiling. Ko'rsating, o'qiting, ayting. Siz ham men haqimda yozib bering. Siz xohlagan insonga aylanmoqchiman. Turmush o'rtog'i bilan qiling. Bilasizmi? 4 dona list, bitta ruchka 40 minutda, 1 soatda boshqatdan xotin bo'lganlarni ko'rdik. Ajrashmoqchi bo'lganlar. Bitta shu real fantaziyani yozishganda, qarangda, shu turmush o'rtog'idan kutgan narsasini ola olmaydi, lekin turmush o'rtog'i nima kutayotganini bilmaydi-da. O'sha real fantaziya qilinganda, bir-biri bilan tanishishgan. Ya'ni bir-birlari xohlagan insonga aylanishni boshlashgan. Men o'zimni o'ta mukammal deb bilardim. Real fantaziya qilganda ko'rdim qancha kamchiligim bor ekan. O'zbekistonda uncha psixologlar oldimga tushirdim. Men uverin turib aytdim. Men mukammal erman. Har tomonlama to'kisman. Xato chiqsaki ayolimdan chiqqani, mendan emas. Tushunyapsizmi? Shunday yozdirdim. O'zim ham yozdim. Aytdim, sen ham yoz. Hayotingdagi o'tkir bilan xayolingdagi o'tkirning farqini yoz. Mana shuncha qilib yozib berdim. Turmush o'rtog'im ham xayolidagi o'tkiri bilan o'zini ovutib yashayotgan ekan. Hayotidagi o'tkiri boshqa ekan. Men ham hayolimdagi turmush o'rtog'im bilan o'zimni ovutib yurgandim. Tushunyapsizmi? Va bu shu darajaga yetib keldiki, menda qanday fikr bo'ldi? Turmush o'rtog'im menga munosib emas. Menda hatto siltab olish, jerkib olishlar boshlandi. Shundan keyin real fantaziyani qildim. Va boshqatdan turmush qurdik. Majoziy ma'noda. Boshqatdan tanishdik. Juda oson. Faqat qilish kerak bu narsani. Har bittangizda haqiqat bor. Aka qanaqa bo'lish kerak? Aka uka uchun turib berish kerak.
Sizni fantaziyangizga aka boshqacha. Aka 500 ming pul berib turing, shoshmay tur. O'zimda yo'q deb. Bitta o'rtog'imdan bo'lsa ham senga to'g'ri beraman. Unga bu qara, al ona molni sot, ishini bitirib ol. Sizni hayolingizdagi fantaziyangizda aka shunaqada. Lekin hayotingizda akangiz nima dedi? Aka 500 ming pul berib turing siz. Kecha so'ramabsan-da. Hozir yonimda 80 ming pul qoldi xolos. Kecha so'ramabsan-da shu narsani. Arzon guruchkalarni olib qo'yibman. Nimaga 500 ming kerakligini ham so'ramadi-da. Sizni hayotingizdagi akangiz. Nima bo'ladi? İchingizga shuni to'siq qo'yasiz. Biz tomondan ham kun chiqib qoladi. Oradan 1 yil o'tib, o'tkir 100 dollar pul berib tursa, o'sha 500 ming bermagani esiga tushib ketadi. Biz tomondan ham quyosh chiqib qolar ekan, mana ishi tushar ekan-u. Tushadi ukan bo'lgandan keyin nima bo'ldi? 500 ming so'rasam bermagansiz. Qachon? Eslab topolmaydi xotirasini, kavlab topolmaydi. Lekin u xotirasidan topolmayotgan narsa siz qalbingizda mushtdek bo'lib turgan bo'ladi. Shunda ham meni ishontira olasizmi? Silay rahimda mustahkamman deb. Silay rahim bizga jannat yo'q degan iborani tushunyapsizmi nima ekanligini? Shayton tantana qilgan kun, shayton g'alaba qozongan kun 5 vaqt namoz o'qing, chalg'itmaydi. Chunki u erishdi g'alabaga, silay rahimni buzdi. Bir-biringizdan kir qidirishni boshladingizmi? Silay rahim buzildi. Men yaxshi bo'lsam-u, u yomon bo'lsa-chi deb savollar yozishar hozir. Xo'p. Mana menda ham shunaqa-ku. Menda ham shunaqa-ku. Hamma yo'q meni bo'ynimdagi. Biror marta akam kelib o'tkir, 3 yildan beri jiyaningni Xitoyda o'qityapsan. O kelining bilan to'plab, oshinib 50 dollar pul qilgandik. Har oy pul jo'natyapsan. Mana shu 50 dollarni ham shu meni pulimda qo'shib jo'natib ol. Nima bo'lsa ham shu omad meni bolammi degan yo'q. Tushunyapsizmi? Ham yaxshi gapirishim kerak, ham farzandini o'qitib, voyaga yetkazib, uni jamiyatga kerakli inson bo'lishiga bo'ynim yog'ganman. Ishi ham yo'q. Qaysi yo'nalishda o'qiyotganini ham bilmaydi. Ertaga qanaqa mutaxassis bo'lishini ham qiziqmaydi. Nima qilishim kerak? Ana shu holaticha yaxshi ko'raman akam. Yaxshi narsa qidirib topaman. Menga ishonadi-da. Shuning uchun xotirjam-da. 50 dollar to'plab yuraman, o'tkir o'zi berib beradi deb o'ylaydi-da. Yaxshi taraflarni qidirib topaman. Ichimdagi fantaziyamdagi akamni yaxshi taraflarini qidirib topib, o'shani realim bilan bitta qilaman. O'tkirga ishonadi-da, o'shaning uchun xotirjam-da. Ichida xursand bo'lib yuribdi-da, o'g'lim o'qityapti, o'g'limni jamiyatga kerakli inson qilib tarbiya qilyapti ukam deb faxrlanib yuribdi-da mendan, deb o'zimni ovutaman. Nima bo'ldi? Nima qilishim kerak shu holatda ayting? Yuz o'girishim kerakmi? O'zingiz yeplang bu yerga. 1 yil qoldi. O'qiting deyishim kerakmi? Qarang. Bitta narsani tan olaman. Rizq Allohdan. Rizq. Men bo'ynimga olyapman. Deylik, akam farzandini ham o'zim o'qitaman. O'sha soniyadan boshlab, o'sha jiyanimni rizqi, meni rizqimga qo'shib beriladi. Alloh tarafdan meni hech qachon farzandlarimni, o'zimni, xotinimni, ota-onamni rizqidan bermayapman u bolaga. Men niyat qilgan kunimdan boshlab o'sha jiyanimni rizqi meni rizqimga qo'shib beriladi. Tamam, men shuni bilaman. Men karallashga ham haqqim yo'q. Men o'qitdim, men pul berdim deb. U pul shunda ham uni rizqi edi. Men niyat qildim, Alloh meni rizqimga qo'shib berdi, tamam bo'ldi. O'sha qo'shib berilgandan olib unikini berdim. Ishoning, hamma narsa Allohdan. Alloh shu kungacha ham Alloh bo'lgan. Bundan buyoqga ham Alloh. U Allohligida qoladi. U adolati bilan, u marhamati bilan, u ulug'ligi bilan, u bilguvchiligi bilan, u barcha narsaga qodirligi bilan ham ustun. U yaratgan 18 ming olamni. Bitta viloyat hokimi paddashga qilsa qanday karallaysiz? Rostini ayting, o'sha viloyatda bez nomor yursiz kerak. Ona kurga o'ylardi teskari aylansiz kerak. O gay qaramasa, o'sha qaratsiz kerak signal cholib bizga. Tanimasiz ham borib to'xtasiz kerak o'zingizni tanitgani. Bitta viloyat hokimi paddashga qilsa,
Baraka topkur, ortingizda 18 ming olamni yaratgan Alloh turibdi. So'ra bandam deyapti, nima kerak deyapti. Nega so'ramaysiz? So'rang. Kimdir nimadir sabab bo'lib keladi rizqingiz. Mendan rizqlanayotgan insonlarning hammasi aslida o'zini rizqini olyapti. Shunchaki ular meni qo'limdan olyapti xolos. Alloh meni sabab chiqib qo'ydi xolos. Aslida hammasi o'zini rizqini olyapti. U rizq shundoq ham bor edi. Ichimda bergim kelmayapti, qisishni boshladimmi? Baraka topga shuni kelayotgan pulim kamayadi. Nega? O'sha pullarda uni ham rizqi bor-da. Meni niyatim, unga endi men pul berishni xohlamadimmi? Bo'ldi, Alloh qilsin. Baraka topga bitta voqea beraman, qarang. Bir onaxon bilan ishladik. Onaxon bilan. Qon bosim davlina bilan og'riydi. 15 yildan beri davlina. 15 yildan beri. Buni doim aytaman. Ibrat bo'lsin deb aytaman. Balkim YouTube'da eshitgandirsiz. Oldin ham aytgan bo'lishim kerak bu narsani. Nimaga eslolmayapman? Chunki tinimsiz aytaman. Qayerda bo'lsam aytaman. Ibrat bo'lishini xohlayman. 15 yildan beri qon bosim davlinasi bilan og'riydi. 5 yildan beri 160 dan tushmay qo'ygan. Mana shu ayolni qon bosim kasalligini tushira olmadik. Izlamagan narsamiz qolmadi, sababini topmagan. Hamma sabablarni qilyapmiz. Lekin natija yo'q. Savol tug'ilyapti menda. Hamma sabablarni qilyapmiz. Nega Alloh shifo bermayapti? Nega shu bandasini tuzalishini xohlamayapti? 15 yildan beri davlina. Agar davlina bu kasalligini Alloh jonini olish uchun berganda, davni o'lardi bu ayol. O'ldirish uchun bermayapti bu kasallikni. Tarbiya qilish uchun beryapti. Demak, nimadir bor. O'g'liga telefon qilib, o'g'li bilan uzoq gaplashdim. Yaqinlaringizdan, onangiz yaqinlaridan xafa bo'lgan joyi yo'qmi? Yuz ko'rmas bo'lib ketgan holati yo'qmi desam, lop aytib bitta tog'a, ikkita tog'am, bitta akasi, bitta ukasi bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan. Qachon bo'lgan bu voqeaga desam, bu voqeaga deydi, biz kichkina edik, u paytda bola edik, salkam 20 yillik gap deydi. O'sha bo'y gaplashmaganmisam, o'sha bo'y deyapti. Qarang, bir qorindan tushgan. Uzoq suhbatlashdik, boshqa pichoq qilinadigan sabab topolmadim. Men aytdim, tog'alaringiz nomerini bering. Jiyanning ahvolini qarang, topib beraman dedi. Tog'ani nomerini jiyan topib beraman dedi. Alam qiladigan holatlarda, mana juda ko'pchilik e'tibor bermaydi shunaqa joylarga. Men o'ta sinchkovman. Jiyan tog'ani nomerini bilmaydi. Demak, sizlar raqam o'sha avlod buzilib ketyapti. Demak, bu tog'ani bolalari bilan ham zo'r emas. Tog'ani bolalari bular bilan zo'r emas. Ularda adovat ketyapti o'sha. 20 yillik potos, 20 yillik yiring bu narsa. Palonchaka, katta tog'am, onamning akasi deb nomerini yozibdi. Kichkina tog'am deb nomerlarni yozib qo'yibdi ismlari bilan. Telefon qildim. Bir yoshi katta odam oldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? O'tkir ismim, Andijondan bezovta qilyapman. G'oliblar deb nomlangan sanatoriyani rahbari bo'laman. Xo'p, nima qilish kerak? Nima xizmat? Palonchi va pistonchi degan singiz bormi? Bor deydi. Shu bizda davolanyapti. Xo'p, davlina kasalligi bilan kelgan. Xo'p. Natija ola olmayapmiz. Men nima qilishim kerak? Aytdim, davlina degani xapaqon degani, qon bosim degani, xapaqon degani, qon xapa. Men sababini topdim davlinasiga. Nima ekan sabab? Siz bilan ukangiz bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan ekan. Yarashtirmoqchiman. Ismingiz nima dedi? Ismingiz nima dedingiz? Ismingiz O'tkirbek. O'tkirbek, men qarang. Nechinchi yilsiz? 85-yilman. Bitta gap aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Aytdim, yo'q, xafa bo'lish xususiyati ancha o'l ekan, gapiravering. Bunaqa ishlarga yoshlik qilasiz, aralashmang dedi. Men aytdim, rahmali tog'amga o'xshaysiz ekan. Gard kamida tog'am ham. O'zi o'qituvchi-yu, lekin dakan vozidi. Xo'roz o'shtirardi. Endi xo'roz o'shtirib yurganlar nima deydi? Qimarvoz deydi-da. Qimarvoz odam gardkan bo'ladi. Maydalab o'tirmaydi gapni. Bo'ladigan tab gapirib qo'ya qoladi. Tog'am sizdaqa edi. Men juda ko'pchilikka shu masalada telefon qilaman. Yaxshi o'ylabsiz, savobni orqasidan, savob tayda qolibsiz, savobni orqasidan yuribsiz ekan deydi. Juda yaxshi o'ylabsiz, albatta boraman deydi, telefonni o'chirishib oladi. Bormaydi, kelmaydi.
Rosa sarson qilishadi. Siz bo'ladiganini aytib qo'yasiz. Gapimdan ruhlanib ketdi haligi odam. Erkak kishi bitta gapirish kerak. Aytdim. Mayli yarashmay qo'ying, ozgina suhbatlashaylik. Yayrayapman siz bilan gaplashib. Qandaydir yoqib qoldingiz. Bittada yoqib qoldingiz. Bitta javobingizda yoqib qoldingiz. Erkak erkakni his qiladi-da. Erkaklik bor sizda. Bitta gapirishlik bor. O'sha yoqyapti, o'ziga tortyapti. Jiddiy gaplashaylik. Ha, mendan bekarsi yo'q dedi, tuzoqqa tushdi. Men aytdim. Men ham tog'amni jiyaniman-da, qattiq gapirsam xafa bo'lib qolmaysizmi? O'tkirbek, ot tepkisini ot ko'tarar dedi. Ha, rosa yoqdi shu gap. Bir tepish ko'rmaymizmi desam, nima mavzuda dedi. Hozirgi mavzuda. Xo'p, gapiring. Men yoshlik qilaman, sizlarni yarashtirganim, bunaqa ishlar qilganim. Ha, yoshlik qilasiz. Aytdim, salkam 20 yildan beri arazlab yursa ekan. Shuncha muddat arazlashga yosh kattalik qilmayapsizmi? Jahli chiqib ketdi. Senlar bordi. Sen nima bo'lganini bilmaysan. Aytdim, nima bo'lganini bilishni xohlamayman ham. Qizig'i ham yo'q. Birorta bolangizni bo'g'ib o'ldirib qo'ygan bo'lsa ham yarash degan bo'lardim. Bittanta bolangizni o'ldirib qo'ymaganmi? Desam, yo'q. Unda yarashing. Sababini menga aytmang. Kerak emas. Nima bo'lsa qolib ketdi. Juda uzoq yillar ortda qolib ketdi. Nima bo'lsa ham. Men bitta narsani bilaman. Ibodatdamiz desam, alhamdulillah. Masjidga chiqasizmi desam, chiqamiz-da. Shu yoshda masjidga chiqmasak, uyat bo'ladi endi. Endi qarang, men bir narsani bilaman. O'qilayotgan namoz, ya'ni ibodat. Islomda shundayki, u qalbni yumshatish kerak. Va yaqinlarga nisbatan rahm, shafqat ko'zi bilan qarashni undash kerak, qarashga. Undash kerak. Rahm, shafqat uyg'onish kerak yaqinlarga nisbatan. Lekin siz namoz o'qiyapsiz ekan, bir oyog'ingiz masjidda ekan, lekin namozlaringiz qabul bo'lyaptimikin? Nega deganingizda o'qiyotgan namozingiz qalbingizni yumshatayotganiga shubham bor. Sababi 20 yildan beri ichingizda gina turibdi. Kimga? Jigaringizga, qondoshingizga gina turibdi, araz turibdi. Ana shuni yuvolmayapti 5 vaqt ibodat. Demak, u ibodat qalbni tozalamayapti, qalbni poklamayapti. O'sha odamga gapirib berdim. Qarang, bir odamni butun jasadi do'zax olovida yonarmish. Dod, faryod shu darajada azob chekar ekan, shu darajada yomon azob, butun tani yonib, oqib, erib tushar ekan. Allohning amri bilan yana yangi go'sht, yangi teri qoplanar ekanda, yana butun vujud yangilanar ekanda, azobni yana boshdan o'tkazar ekan. E'tibor bersa, bitta o'ng qo'liga olov ta'sir qilmasmish. Farishtalardan so'rashibdi, nega bu insonda bitta qo'liga do'zax otashi olovi ta'sir qilmayapti? Farishtalar aytibdi, bu inson bir o'rtog'i bilan ketayotganda, "Ana uy, opamni uy" deb o'rtog'iga ko'rsatgandi. Alloh marhamat qildiki, o'sha opani uyini ko'rsatgani qo'lni do'zax olovidan saqlaylar dedi. Agar yurib borganda opani uyigacha o'sha jasadini saqlardi do'zax olovidan degan ekan. Bug'doy donini, boshog'ini isrof qilish, uvol qilish shu darajada bir og'ir gunohki, shu darajada bir gunoh yoziladiki, lekin tasavvur qiling, ey erkaklar, meni eshitayotgan erkak bormi shu gruppada? Erkaklar, agar siz opani yoki singilni ko'rgani ketyapsizda, yuragingiz oshiqib ketdi diydordan, ko'rishish uchun, oshiqib ketdi sog'inchdan. Shart bug'doy payani tepalab o'tib ketdingiz. Katta bug'doy paykalini ko'z oldiga keltiring, tepalab o'tib ketdingiz. Har bitta bosilgan boshog'ini ichidagi donda adaticha sizga savob yoziladi. Haligi odamga aytyapman. Singlingizni ko'rgani bug'doyzor kelsangiz bo'lmaydimi? Ota-ona qiyomatda farzand tarbiyasi uchun javob beradi. Salkam 20 yil singlingiz bilan gaplashmay yurishingiz bu tarbiyaga 100% taqaladigan holat. Ota-onangiz u tarafda
mana shu noto'g'ri berib qo'ygan tarbiyasi uchun, farzandlarni bir-biri bilan oqibatini, inoqligini chiroyli qilib tarbiya bermaganligi uchun, sizlarni mana shu salkam 20 yil bir-biringlardan arazlab yurishlar uchun ota-onangiz nimalarni boshdan o'tkazyapti? Bitta jajgalka topa olasizmi, jugurtmi desam indamaydi. Sizdan so'rayapman, topa olasizmi desam ha dedi. Baraka topkur, iltimos sizdan bitta jajgalkani olingda 1 minut qo'lingizga yoqib bera olasizmi? 60 soniya bitta barmog'ingizga tutib tura olasizmi? Desam indamaydi. Sizdan so'rayapman, tutib tura olasizmi desam yo'q dedi. Jajgalkani olovdagi issiqlik bilan do'zax otashini olovini issiqligida juda katta farqi bor, uni ta'riflashning imkoniyati yo'q. Salkab 20 yil ota-onangizni do'zax olovida yondiryapsiz. Yaratganda jamolini ko'rmang, mayli. Rasululloh alayhisolamning qo'llaridan havzi kavsar suvlarini olib ichmang, mayli. Rahim qilib ota-onangizga yuz qilishsa, qiyomatda ota-onangiz bilan ro'para kelsangiz, qanday ko'ziga qaramoqsiz? Dadangiz, bolam, men seni o'g'il bola qilib tarbiya qiladimmi, bolam? Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Seni bu oilaga bosh qilib tashab ketdim. Akalikda ham eplolmading, bosh bo'lish u yoqda tursin. Men bunaqa tarbiya qilmadim sen nima deb javob berasiz? Onangiz indamay ro'molni tishlab yig'lab turibdi. Onajon, siz qo'lini tortib olyapti. Jon bolam, o'g'il bola tug'dim-ku men. 20 yil ham arazlaysanmi bolam, sen nima deb javob berasiz? Ayol kishidan ham o'tib ketding-ku bolam. O'g'il bola eding-ku desa nima deb javob berasiz? Haligi odam yig'ladi telefonda. Yumshadi, piqillagani eshitildi. Kelasizmi seniz ko'rgani, yarashgani desam, shartim bor dedi. Shuncha gapdan keyin. Nima shartingiz bor desam, ukam xo'p desa boraman. Men aytdim, erkakmisiz? Ha. O'yin qilib qo'ymang. Ukangiz telefon qiladi. Aka, ertaga soat palon paytda Andijonga borib kelamiz deb aytadi. Xo'p deng. Ukangiz biladi, sizning xabaringiz borligini. Ukangizga telefon qilaman. Kelishdikmi desam, kelishdik. Ukasiga telefon qildim. Aka bilan o'rtada bo'lgan shu suhbatda aytib berdim, salom alaydan keyin. Nima deysiz? Andijonga kelasizmi? Sen bitta savolim bor dedi. Hop. Sizni tushundim dedi. Mana shu savolimga javob bering. Agar shunda ham ke desiz boraman. Nima savol bor? Farzand dog'i hech kimni boshiga tushmasin. Qiyin-da. Ota-onasini yo'qotganda yetim deydi. Juftini yo'qotganda tul deydi, beva deydi. Lekin bolasini yo'qotganda hech kim nima deb ataydi? Ta'riflamaydi. Hech qanaqa ta'rif yo'q. Yomon narsa. Ta'rifi ham yo'qda buni. 25 ga to'lgan qizim falokat tufayli o'tib qoldi. Soppa-soq qizim 1 soatda yo'qotdim. 6 yil bo'ldi shu voqeaga. Xo'p, mendan o'tgandi. Lekin o'sha qizim opamni jiyani edi, opamni jigari edi. Aqalli telefon qilib bo'lsa ham ko'ngil so'rab qo'ymadi. Shunda ham boraymi dedi. Men aytdim, albatta keling. Akangiz ham siz ham bitta narsani tushunmayapsiz. Bitta narsani tushunmayapsizlar. Men sizlarda opanglarda, sizlarda o'sha jigarilarda yaxshi inson demayapman. Marazi oqib yotibdi. Rasvo xotin ekan. Men sizlarga taklif qilyapman. Bo'yningizdan soqitib qo'ying. Qiyomatda qanaqa uka bo'lganingiz uchun javob berasiz. Opangiz sizga qanaqa opa bo'lganligi uchun javob beradi. Mana shu gapdan keyin ham o'zidan o'tgani o'zi harakatini qilsin. O'zi kechirim so'rasin deydigan bo'lsangiz, endi bilmadim kimsiz. Mana shu gapdan keyin ham yaqinlaringizga yaxshi ko'raman demasangiz, aslida yaxshi ko'raman seni, ke bag'rimga bitta bo'lsangiz, senda onami, dadami hidi bor demasangiz, bilmadim kimsiz. Yaqinlaringizni xarakteriga tupuring. Ular sizga kim bo'lganligi uchun qiyomatda albatta
qanday uka, qanday aka bo'lganligiga, qanday ota-ona, qanday opa, qanday sing albatta javob beradi. Lekin sizchi siz bo'yningizdan soqit qiling. Bo'ldi, tushundim, boraman dedi. SMS yozib qo'yiladi. Yo'lga chiqdim deb. Xo'p. Ertasiga yo'lga chiqdik deb SMS yozib yubordim. Opani oldiga kirdim, haligi ayolni. Ya'ni bittasiga opa, bittasiga singil. Meni ko'rib o'rnidan turyapti. "Ha, yotavering." Dalini tushunmadim, mabodo. Sam, "Yo'q, o'tkir berib tushmayapti." Men aytdim, "Bu tushmasa ham kerak." Voy. Mutaxassis bo'lib turibsiz, shuna deb tursiz. Men aytdim, "Qo'rqmang, yomon yo'lim yo'q." Ko'zlarini g'ilay qilib qarab berdim. Ba'zida shunaqa qo'pol hazil qilasiz, bu kasal ko'yni yarim demaysiz. Men aytdim, "Yaxshi inson kasal bo'lmaydi-da. Nimaga loyiq bo'lsak, Alloh shuni beradi." Voy, O'tkirbek, gaplaringiz juda yomon-da, uzib olasa. Gaplashgani keldim misolingizga. Agar Alloh bu kasallikni joningizni olish uchun berganda 15 yil ichida sizni o'ldirgan bo'lardi. Unda nimaga bergan? Tarbiya qilish uchun. Tarbiyamga nima bo'pti? Chimirildi. Shunday gaplashgani kirdik. Savollarim bor. Qanaqa savol? Otangiz qanaqa inson bo'lgan? Gapirib bering. Dadammi? deb turib gap boshladi. To'lib toshib gapirib berdi. Dadasini shunaqa ta'riflayapti. O'ta oliyjanob insonda, dada. Farzandni gaplari bo'yicha. Men aytdim, zo'r inson bo'lgan ekan. Voy, O'tkirbek, qo'yaverasiz. Daryo odam bo'lgan, daryo, bag'ri keng. Onangiz qanaqa inson bo'lgan? Voy, onamdaqa hali yumshoq, bir mehribon odam bo'lmagan. Onasini ta'riflab ketdi, o'rtada bir ikki marta yig'lab oldi. Men aytdim, ana shu onangizni mahkam quchoqlab, achomlab, bo'yniga bundizni tiqib deganmisiz? Ham yo'q dedi. Odam bo'lmay o'ling. Onangizdan qanaqa ifor kelishini ham bilmay o'tib ketdingizmi? Dod dedi. O'tkirib, meni rostdan o'ldirasiz hozir, davlinam ko'taryapti. Qo'ying, tugating. Qo'rqmay o'lib qolmaysiz. Dadangizni quchoqlab, soqollarini ish qilganmisiz? Ozgina ter hidi aniqib turgan. Yoqalariga, orasiga, bo'yniga burningizni tiqib, to'yib nafas olganmisiz? Ham yo'q dedi. Menga bunaqa o'rgatadigan odam bo'lmagan dedi. Men aytdim, qo'ysangchi. Endi maktab ochishimiz qoladi. Ota-onani hidlab, achomlab, erkalanish va erkalatishni o'rgatadigan maktab ochishimiz qoladi. Bog'cha ochishimiz qoladi. Bu tabiiy jarayon-ku. O'lganda hech kim sizga o'rgatmayapti. Yuzi o'sha muzdek yuzingizni qo'yib olib, rosa dodlayapsiz-ku. Davlatim otam, mehribonim otam. Suyangan tog'im edingiz, endi nima qilaman deb dodlayapsiz, lekin tirikligida aytmayapsiz-ku, jasadiga aytyapsiz. Tirikligida aytmayapsiz-ku. Dadajon, men sizga suyanib oson hayot yo'limni topdim. Doim sizga suyanib turaman. Sizlikni tasavvur qila olmayman. Umringiz uzoq bo'lsin, sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Keling, bag'rimga bitta bosing, hidlaringizga to'yib olay. Sizda bolaligimning hidi bor, dada. Tizingizda o'tirgan damlarimni eslatadigan xotira bor. Bitta hidlab olay demayapsiz-ku. Onajon, quchoqlab, achomlab, mehringizga bitta to'yay. Yumshoqqina halamgina bo'lib qolgan bo'yniga burningizni tiqib, to'yib hidlamayapsiz-ku. Onajon, siz meni jannatimsiz. Siz meni barakamsiz. Siz meni qalbimni to'ldirib turgan mehr daryoyimsiz. So'kasizmi, urasizmi, nima qilsangiz qiling, baribir sizni yaxshi ko'raman, deya olmayapsiz-ku. O'lganda aytamiz, tirikligida aytib bo'lmaydi bu gaplar. Yomon bo'ladi. Dod deb yig'latdim hali ayolni. Davlinasi oshyapti. O'tkirib bo'ldi dedi. Men aytdim, "Yo'q, to'xtang, bugun oxiriga yetishimiz kerak. Bir mo'jiza bo'lib hozir otangiz, onangiz kirib kelsa nima qilardingiz? O'tkirib, buni iloji yo'q-ku. Misol uchun so'rayapman, nima qilardingiz? Dod deb bo'yniga oslardim. Soqollarni yuzimga chiqardim, to'yib hidlardim, aytardim, hamma ichimdagini aytardim. Lekin iloji yo'q, onajon. Yo'q, iloji yo'q. Lekin dadangiz hidi bor bir odamni bilaman. Sam kim dedi? Onangiz ham hidi bor. Kim? Akangiz bor, ukangiz bor, sam dod deb yig'ladi. O'tkirjon, ko'p narsani bilmaysiz, ko'p narsani bilmaysiz. Men aytdim, balkim siz bilmasdingiz ko'p narsani.
Nimalar bilmayman. Hozir eshik ochilib, akangiz bilan ukangiz kirib qolsa nima qilasiz ham? Kelmaydi, ular kelmaydi. Bilaman kelmasligini. Mabodo kelib qolsa nima qilasiz? Sizni ko'rish uchun emas. G'oliblarni YouTube'da eshitib qolgan. Bir borib sharoitini o'rganib kelaylik deb kelib, xonalari qanaqa ekan deb shunday ochdik. Sizga ko'zi tushib qoldi. Shu kirib qoldi, nima qilardingiz? Dod deb bo'yniga osilardim. Kechirim so'rardim. Aniqmi? Aniq. Kechirim so'rarmidingiz? So'rardim. Yaxshi ko'rishingizni aytarmidingiz? Aytardim. Quchoqlab, achovlab hidlarmidingiz? Qilardim. Tashqarida o'tirishib kelasiz. Esimizga hozir ikkalasini kirgizib olinglar. O'zi ham eshik ochilib ikkita bashara kirib keldi. Oqib ketgan bashara. Ular menga gap topolmagandan kirib kelyapti-da. Tasratib qo'yganligim uchun kirib kelyapti-da. Hali ham uyg'ongani yo'q. Ular dagazat qilgani keldi. Mana O'tkirбек o'zi tushungan bola ekansiz. Mana oldida aytyapman. O'zi menga shunaqa qilgan. Keyin men bunday qilganman, keyin gapirmay qo'yganman. To'g'rimi? Mana aytsin. Mana men nima xato qilibman, aytib bersin. Ular razborga kelyapti. U vaziyatdan xabari yo'q. Eshik ochilib ikkita bujmaygan bashara kirib keldi. Bu qoshlari o'zi kep-kep bo'lgan, oqib ketgan bashara. Norozi hayotdan ham, o'zidan ham, hamma narsadan. Mumkin. Yana o'xshatib qora sarpanga meva cheba solishib. Haligi ayol eshikka shunday qaradi-yu, ko'zlari piyolada bo'lib ketdi. Menga tikiladi, ularga qaraydi. Menga qaraydi, ularga qaraydi. Men aytdim, ana choping. Onasi keldi, otasi keldi, choping. Hidiga to'yib oling. Shunaqa chiniqirdi yovvoyi tovushda, shunaqa chiniqirdi. Bor dod deb yopishdi. Akajon deb shunaqa dod deb yopishdi. Voy otam meni, otam dedi. Boshqa gap aytolmadi, faqat dod dedi, o'kirdi. U akani mingtacha kibri bor ekan, xolos. U singil quchoqlagandela to'kilib ketdi. Shunaqa yelkasi sirkilib yig'laydi akan. Qora sarapan yeltirib ketgan, meva to'kilib ketgan, etagimga meva terib borib qo'yib kelyapman. Pishib qopman yig'lab. Bo'yniga burningizni tiqing, onangiz hidi borsam xo'p dedi. Xo'p demang, tiqing, ushlab olib kelib, bosh qo'ying, tiqib kirgizib oldim. 3 kishi ham bo'laveradi. Davay quchoqlang, ukasini ham qo'shdi. Bir-birini ichiga kirib ketishdi. Hidlaylar, onangiz hidi bor, dod deng, hidlang, to'yib oling. Voy, yomon dod deyishdi. Bo'kib qopman yig'lab. Hozir eslayapman, ko'zimga yosh kelyapti. Bo'kib qopman, bo'kib. Ularni holatini ko'r. Tashqariga chiqib olib, shu bir yig'i keladi, bir yig'layman. Haligi jarayon yana ko'z olib keladi, yana yig'layman. Mazzada. Eng yaylagan natijalardan bittasi. Bitta xodimni chaqirdim, oradan 2 soat o'tib. Dalinasini o'lchaching. Dalinasini o'lchasak 120 ga 80 chiqdi. U yoshda 135 bo'ladi, norma. U ayolning yoshida. Norma. 120 ga 80 u yoshlarni normasida. O'sha miyamga qon tepdi, dalini o'sha o'lchadigan apparat ishlamayapti. Tarometr. Bu qo'lda o'lchadik. Endi bilamiz, hammamiz ikkala qo'l hech qachon bir xil chiqmaydi. 120 ga 80 chiqdi. Toshni ishlamayapti apparat. Asab buzildi, bor, normal apparat olib kel. Shunaqa vaziyatdan pand berishasanmi? Bor, hammasini olib kel. Chiqib ketdi. 3 ta apparat olib kel. Birini qo'yib, birini o'lchayapti. Diqqatim oshyapti. Apparat ishlamagan ekan. Bitta bemor kirib keldi. Nima qilyapsan? Jahlim chiqdi. Xolakam o'ynayapsiz, ko'rmayapsizmi? Dalilni o'lchayapsiz. Menda ham apparat bor, dalilni o'lchaydigan. Olib kelingchi. Ishonasizmi? 4 ta davleni o'lchagi deyapti. 4 ta tarometrda 120 80. Ikkala qo'lam. Mumkin emas. Mana shu ishni boshlaganimga 17 yil bo'lganimizda bitta mana shu ayolni ko'rdim. Ikkala qo'lda bir xil chiqqan. Mumkin emas, ikkala qo'l bir xil chiqmaydi. Miya qisib qoldi. Alloh ko'z oldimizda shuni sug'urib qo'ydi davleniyani, olib qo'ydi. Apparat to'ralasa 120 ga 80. Mana bemorni o'lchab ko'rchi, unda boshqa. Ikkala qo'lda 2 xil. Menda 2 xil ikkala qo'lda. Xodimlarni o'lchayapman, ikkalasida 2 xil. Lekin ikkala ayol, ikkala qo'lida haligi bemorda bir xil chiqyapti. To'ral apparatda ham. Ko'zimiz oldida Alloh mo'jizasini ko'rsatdi. Mana deb. Alloh shifo bersa shunaqa berar ekanda.
aniqda yashab ketyapmiz. Bitta xato qildik. O'sha xatoga yarasha kasallik. O'sha xatoga yarasha yo'qchilik. O'sha xatoga yarasha baxtsizlik bo'ladi. Biz nimaga berganiga emas, Alloh nima uchun berdi shu dardni degan savolga emas, o'sha berilgan narsaga e'tibor qaratamiz. Vaqt yo'qotamiz. Bu ayol shu yaqinlari bilan siylar rahim buzilgan. Mana shu xatosi uchun shu kasallikni bergan ekan. Bu ayol 15 yil qon bosim kasalligi bilan olishdi. Mana shu qon bosimni nimaga berganini o'ylamagan. Nimaga berganini topib hal qilindi, qon bosimni Alloh shunday olib qo'ydi. O'zimiz tanimiz bilan aytyapmiz, dard berguvchi ham Alloh, oluvchi ham Alloh. Berguvchi Alloh bo'lsa nimaga berdi? Nimaga qaysi xatoyimizga berdi? Qayerda nima xato qildik? Eshiting. 4 ta narsa kasal bo'ladi. Fikr, qalb, ruhiyat, tana. Kimning tanasida muammo bor? Uchalasida muammo bor. Uchalasini yechmaguncha tana shifo topmaydi. Qalbni shifo topishi, ruhiyatni ko'tarishi, fikrda tiniqlashini eng asosiy kaltlardan bittasi bu o'sha mavzu sila rahim. Sila rahim bo'yicha o'ta ko'p mavzular bor. O'ta ko'p natijalar bor. 33 yil ko'rishmagan ota bolalarni ko'rishtirdik. Tasavvur qiling bu jarayon nima bo'lganini. Haligi odamda dard degan narsa qolmadi. O keksayib qolgan otasini quchoqlab 33 yil aytmagan diliga ko'mib qo'yilgan mehrda muhabbatni uyg'otib chiqarganda vulqon portlaganda tanadagi o'zgarishni ko'rganingiz edi. 13 yil dada bilan gaplashmagan bolani dada bilan gaplashtirganimizdagi telefonda dadajon qanaqa bo'lsangiz ham baribir sizni yaxshi ko'raman deganda otani o'kirigi bolani bu yerdagi mushtini tishlab olib yig'lagan paytdagi dardni chiqib ketayotgani shunday yaqqol his qilasiz tanadan. Allohning shunday nazari tushganini his qilasiz. Shuni xohlayapman bugungi mavzuda. Sila rahimni bu mavzuni qilishni xohlamayman o'zim. Nimaga? Ikki xil holatga tushaman. Birinchisi azob beradi. Rosa kuydirgi bo'lganman. Ikkinchisi taskin beradi. O'nglanganman. Savol, sizga ham taskin bormi shu mavzuda? Bitta qaynonada qon bosim kasalligi bor, bitta kelinni yomon ko'radi-da. Xapaqon, shu keliningiz bilan gaplashing. Yaxshi ko'rsangiz ayting, aytolmaydi-da. Kelinga qiyin-da, qaynonalar kelib oladi bosh tortishib. Eng ko'p qaynonalar shu keliniga hech aytish qiyin-da. Men aytdim, yomonlab bo'lsa ham maqtab bering. Nilufar opam ikkovimiz boplaymiz uni. Opam nima deydi? Unga o'rgatib turibdi opam. Nima deb o'rgatyapti? O'rgatganini qarang. Keliningizga telefon qiling. Voy, ovqatlari biram mazza ekan bu g'oliblardi. Lekin o'sha bemaza ovqatlaring ko'z oldimdan o'tib ketdi deb bering. Voy, shunaqa sarishta, shunaqa pokiza ekan, o'sha ivirsagan uylaringni sog'inib ketdim deng. Yomonlab bo'lsa ham yaxshi gapiring. Ashnaqa qildirdik. Yomonlab yurib yaxshi gapirdik. Kelini bir kunda shu darajadamidi? Shu darajada yaxshi ko'rasizmi? Endi tomosha qilasiz. Sizga shunaqa shirin ovqatlar qilay. Sizga shunaqa bir uylarni shunaqa chinnida tutib beray. Voy, bunchalik xatoyimni sezmaganman ekan, ko'zim oy. Voy, shunaqa qabul qildi. Shunaqa zo'r gaplashib ketishdi. Yaqinlaringizni yomonlab bo'lsa ham yaxshi gapiring. Qo'polliklaringni ko'z oldimdan o'tkazing. Qo'polliklaringni sog'indim deb bering. O'sha qo'rsligingni, o'sha qaysarligingni sog'inib ketdim deng. Ochiladi. O'sha qaysarligini, qo'polligini qilmaydi. Jahli chiqib baqirganda, o'sha baqirganingizda shunaqa shirin bo'lib qolasiz. Deng turmush o'rtog'ingizga. O'sha baqirib so'kinganingizda shunaqa yaxshi ko'rib ketaman. Shunaqa arslon bo'lib qolasiz, o'zi ham sher bo'lib qolasiz deng. O'sha baqirish kamayadi. Bugun 10 kunga qatnashganlar biladi. 10dan birini ham gapirmadim, sila rahim mavzusini. Lekin yaxshi otga bir qamchi dedi. Ko'ramiz qani mana shu 1 soatlik suhbatimiz kimlarga manfaatli bo'lar ekan. Kim mana shu suhbatdan keyin qo'liga telefon olar ekan. Yaqinlariga SMS yoki telefon qilar ekan.
Telefon qiling yaqinlaringizga. Bir ayolga telefon qiling. Eringizga yaxshi ko'rishingizni ayting desak, telefon qilib sizni yaxshi ko'raman desa, toming ketyaptimi? Aljiro'rma, kim o'rgatyapti senga debdi. Mana sizlarni aytganlarni qildim, bir tiyin bo'ldim deyapti. Unaqa qilmangda, baraka topku. Telefon qiling. O'sha ayolga aytdim. Davay SMS yozing eringizga. Dadasi, hayotda ko'p qiyinchilik boshingizdan o'tkazdingiz. Hech qachon aytmagandim. Bugun aytgim keldi. Siz kuchlisiz. Sizni hurmat qilaman. Siz yonimda bo'lsangiz, xotirjam bo'laman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. deb SMS yozing yoki telefon qiling. Telefon qilib, dadasi, hayotda chakana qiyinchilik ko'rmadingiz. Qoyil qolaman sizga. O'ta kuchli odamsiz. Hammasini yengib o'tdingiz. Baxtimizga bor bo'ling. Oilamizga doim bosh bo'ling. Bugun shunaqa to'lqinlanib ketdim. Sizni o'ta yaxshi ko'raman deb aytingchi, aljirama dedimikin. O'sha turmush o'rtog'i shuni munosabatda o'zgaradi. Aytishni bilmaysizlarda. Bu mavzuni nimaga qilyapman? Kechirim so'ramang. Hech kimdan kechirim so'ramang. Yaxshi ko'rishingizni ayting. Osonlashtirib beryapman. Bugun mana shu mavzuni ko'rdingiz, o'chiriblar, birinchi qiladigan ishingiz. Yaqinlaringizga telefon qiling. Yaxshi ko'rishingizni ayting. Akajon deng. Sizda dadam hidi bor. Ko'rishaylik deng. Yoki safarda bo'lsangiz ayting. Safardan qaytganimda turib berasiz deng. 30 sekund chizga qo'yib berasiz. Bitta achomlayman. Bitta quchoqlayman. Dadam hidi bor. Lekin shu kungacha aytmagandim sizga. Ayta olmagandim deng. Opangizga shu gapni ayting. Onangizga ayting, onajon, siz xohlagan farzand bo'la oldimmi deb bir marta so'rang onangizdan. O'tib ketganlar qancha? Hamma boyligim olsin. Hamma erishgan yutug'imni olsin. O'sha bo'zdan patoloq qilingan guvalay devor. O'sha sahnani yarmi yer bo'lgan, yomg'ir yog'sa bir ketmon loy bilan o'tadigan, o'sha yarimta surimta g'ishlarda sinig'idan yo'lak qilingan o'sha hovlimga qaytib qolishga rozi edim. Agar bir kun dadam tirik bo'lsa, bir kun tirik bo'lishi uchun tirikku sizga yoningizda-ku. Bag'ringizga bitta bosing. Dada, tizzangizda o'tirgan kunlarimni sog'indim. Bitta hidingizga to'yib olay. O'sha kunlarda hidi bor dadajon. Dadajon, tizzangizda o'tirgan kunlarimni hidi bor sizda. Bitta hidlab olay. Yoningizda cho'ldirab yurgan kunlarim bor. O'sha kunlarda hidi bor sizda. Bitta hidlab olay. Bitta o'tmishga qaytay. Bugun yana bola bo'lishni xohlayapman. Sizni sog'indim, sizni yaxshi ko'raman. Biror marta shu gapni aytmabman. Siz borligingiz uchun xotirjamman ekan hayotda. Lekin hech qachon o'ylab ko'rmaganman ekan nimaga xotirjamligimni. Siz tufayli ekan shu narsa. Siz meni qalbimdagi xotirjamligimsiz. Siz meni ortimda suyansam suyanadigan tog'imsiz dadajon dengchi. Shu gapni aytingchi. Dod demasa ko'rasiz. Bolam, men ham seni yaxshi ko'raman demasa ko'rasiz. Hammangizni yaxshi ko'raman. Yaxshilarim, yaqinlarim. Allohning mehri, muhabbatiyle bu yorug' dunyoga kelgansiz. İchingizdagi mehrda, muhabbatni uyg'oting. Balkim bugungi ibodatingiz qalbingizda rahm, shafqatni uyg'otar. O'zingizga savol berib ko'ring. Nega qalbimda rahm, shafqat uyg'onmayapti degan savollarga javob qidirib ko'ring. Har bittangiz xonadoningizga yaxshilik tilayman. Har bittangiz xonadoningizga fayz, baraka kirib kelishini xohlayman. Lekin ishoning, ana shu fayz, baraka bular hammasi mana shu qilinayotgan amallarning orqasidan keladi. Bugun keling bir chiroyli amal qilamiz. Bir chiroyli amalni amalga oshiramiz. Yaqinlarimizga bugun mehr beramiz. Yaqinlarimizga bugun ichimizdagi mehrni, muhabbatni ochamiz. Ular bizni hayotimizda qay darajada yaxshi insonligini aytamiz. Kimdir onasi, dadasi qo'polroq muomala qiladi. Telefon qilib, "Aya, sizni yaxshi ko'raman" demang. "Bo'pti, ishingni qil" demaysiz. O'shanaqa javob olib qolmang. Ayting yoki SMS yozing. Hayot sizga o'ta qiyin bo'lgan ekan. Shuncha qiyinchilikdan o'tdingiz.
Kamiga biz farzandlarni tashvishi. Ayniqsa meniki. Bugun bir o'y, bugun bir savol meni ich-etimni yevordi. Onam xohlagan farzand bo'la oldimmikin degan o'y meni yeb tugatdi. Dadajon, otam xohlagan, dadam xohlagan farzand bo'la oldimmikin degan o'y meni bugun yeb tugatdi. Ayting bugun, rostini ayting. Siz xohlagan farzand bo'la olyapmanmi deb hech yo'q SMS yozing. O'zlari telefon qilishadi. Nima desiz ham potramasdan, shoshilmasdan, qalbingizdan chiqarib qalbiga yetib boradigan bir gap ayting. Keling bugundan keskin bir burilish qilaylik. Xonadoningizga bir munosabat, mehr, muhabbatni kirgizaylik. Dod degizib qizini uradigan otani gaplarini eshitganimizda u qiz dadaga u gap aytadigan holatda emas edi, lekin ayttirdik-da. Dada, baribir sizni yaxshi ko'raman deganda dod dedi ota, dod dedi. Qiz bolaga qo'l ko'tarilmaydi aslida. Lekin shu qizini dod degizib uradigan, kunda kunora dod degizib. U qizi u bo'ydan baland farzandli u qiz. Turmushda jinday holatlar bor xolos. O'sha otaning gaplarini eshitganingiz edi. Qizim menga telefon qilib, dadajon men sizni yaxshi ko'raman deganda tugadim deyapti. Xotiningiz bilan gaplashtirib bering, bizga gaplashishimiz kerak esa. Telefonni ko'tarmasa ishini tashlab ketib yoribdi-da xotinning oldiga. Mutaxassis bilan gaplashtirish. Yonyapti-da, qizini bir og'iz gapiga yonyapti-da. Tushunyapsizmi? Bitta narsani eslab qoling, bitta narsani his qiling. Yog'och mixdan xafa bo'lgan ekan, yurak bag'rimi tilka pora qilding deb. Mix aytgan ekan, tan olaman, seni yurak bag'ringni tilka pora qildim, lekin o'sha paytda boshimga tushayotgan zarbani his qilganingda mendan xafa bo'lmasding degan ekan. Siz yaqinlaringiz mixdu, siz yog'ochdirsiz, sizni tilka pora qilishgandir, lekin o'sha paytda o'zlarida bo'lmagan bo'lsa-chi ixtiyor. Qayerdandir bolg'ani zarba boshiga tushayotgan bo'lsa-chi. Alloh har bittangizni qalbingizga yorug'lik bersin. Hammangizni yaxshi ko'raman. Hammalarni yaxshi ko'raman. Siz ham shu gapni ayting. Yaxshi ko'raman deng. Hech yo'q hozir shivirlang. Qayta ayting. Hech qachon like so'ramaganman. Meni biladiganlar bilishadi. Hech qachon like so'ramaganman. Hech qachon tarqatishlarni so'ramaganman. Hech qachon menga ke deb reklama qilmaganman. Hech qachon chaqirmaganman. Lekin bugun shu qalb mavzusini ko'pchilikka tarqatishingizni, ko'proq like bosishingizni so'ragan bo'lardim. Qachonki reklama qilib like so'rasam, ayting, o'tkiram odam basharasi buzilibdi, bu ham odam galchidan chiqibdi. İnsanlıkdan o'chibdi, bu ham pulni orqasidan quvibdi deb aytishingiz mumkin. Lekin bugungi mavzuga nima uchun so'raganimni bilasizlar. Juda ko'p odamga yetib borishini xohlayapman. Bu mavzuni gapirishim qiyin, aytib berishim qiyin. Shu qiynalib bir marta aytib bergan shu mavzum ko'pchilikka yetib borsin. Kommentariyada har bittanglarning fikringizni o'qiyman. Bu rolikka natijaga erishib natijangizni yozing. Kimlarga nima dedingiz, nima bo'lganini yozing. Ishoning, dod deb o'qiyman. Ko'z yoshimni to'xtata olmasdan o'qiyman. O'sha menga qilgan to'lovingiz bo'ladi. Boshqa hech qanaqa to'lovingiz kerak emas. Meni qidirib kelmang. Yaqinlaringizni qidiring. Menga pul sarflamang. Siz shunchaki ozgina o'zingizni qiynab, mana shu aytgan topshiriqlarni bajarib bering, bo'ldi, kerak emas. Sizdan chiqmasin. Natijangizni yozing. O'sha men uchun qilgan to'lovingiz bo'ladi. Undan katta to'lov, undan yuksakroq to'lovni bilmayman. Undan qimmatroq to'lovni bilmayman. Menga o'sha to'lovingiz bo'ladi. Dadamning bir gaplari hech esimdan chiqmaydi. Vasiyat qilgandi. Vasiyat. O'tkazib yoniga.
Eshikni yoptirib qo'ydi. Eshit gapini. Unaqa gaplar gapirmang. Hali uzoq yashaysiz degan gaplaringni buguncha yig'ishtirib tur. Bugun xo'p deb tur bolam. Nima gapirsam xo'p deb tur. İchimda nimadir uzildi. Vasiyat qiladi shekilli. To'g'ri o'ylabman. Vasiyat qildi. Endi sen ham, men ham bilib turibman. Endi meni ketishim aniqroq bolam. Xo'p dedi. O'laman-u. Xo'p. Siqilmagin demayman. Siqil. Mayli siqil. Lekin me'yori bo'lsin, xo'p. Hamma dard siqilishning orqasidan keladi. O'zingni tugatadigan tarzda siqilmagin. Yeb bitiradigan darajada siqilmagin. Yig'lamagin demayman, yig'la mayli, lekin me'yor kerak. Hamma narsani me'yori kerak. Me'yorida qilgin. Bitta narsani unutmagin. Ayrilmayapsan mendan. Vaqtincha ajrashyapmiz. 4 ta olam bor. Birinchisi ona qorni, ikkinchisi hozirgi yashayotgan hayotimiz, uchinchisi qabr olami, to'rtinchisi chin dunyo. Bir kun ko'rishamiz o'sha olamda, bolam. Allohning marhamatini qara. Bir olamdan ikkinchisiga o'tganingda u olamda xotirangdan o'chiradi. Qaysi olamga o'tsang o'sha olamga moslashtiradi. Inson ko'nikuvchan, hamma narsaga ko'nikadi. Yengillikka ham, og'ir mashaqqatga ham, kasallikka ham, hamma narsaga ko'nikadi. İnson noshukr. Tor ona qornidan bu olamga dod deb tushgan. Endi bu olamdan ketishni xohlamay dod deymiz. Hali 3-olamga ham ko'nikamiz. Hali 3-olamdan 4-olamga ham dod deb o'tamiz. İnson shunaqada hech rozi bo'lmaydi. Allohning marhamatini qara. Bu olamda yashab o'tganlarda qiynalishni xohlamaydi-da. Alloh doim bandalariga yaxshilik tilaydi-da. Ruhlar olamini yaratib qo'yibdi, qara bolam. Ruhlar olamini tan olasiz-a? Mendan so'radi dadam. Ruhlar olamini tan olasanmi? Tan olaman dedi. Ruhlar olami bizni eshitadi, ko'radi, to'g'rimi? Albatta. Lekin biz ularni ko'rmaymiz, eshitmaymiz. Alloh parda tushirib qo'ygan. Endi men ruhlar olamida bo'laman, bolam. Lekin sen meni eshitmaysan, sen meni ko'rmaysan, lekin men seni ko'rib turaman, eshitib turaman. Hayotda biror narsada tushkunlikka tushib qolsang, biror narsada qiynalib qolsang, siqilsang, o'sha paytda men senga O'tkirbek, jon bolam, o'zingni qo'lga olgin. Siqilma, endi hayotda har narsa bo'ladi-da deb dalda beraman. Lekin sen meni eshitmaysan-ku, men qiynalib ketaman o'sha yerda. Iltimos sendan, bolam, meni o'sha olamda qiynamagin. Mabodo siqilib qolsang, hayotda tushkunlikka tushib qolsang, ortingda, bo'yningda nafasini his qilgin. Ortingda turgan bo'laman. Tezroq o'zingga kelgin. O'sha paytda, "Voy, o'zingga kel. Hammasi o'tib ketadi" deb senga dalda berayotgan bo'laman. Eshitgina, eshitolmasang his qilgina meni degandi. Xo'p dedim. Onang senga omonat dedi. Xo'p dedi. Akangni akam demaysan. Ukangdek parvarish qilasan. Doim qo'llab turasan. Akang shunga muhtoj dedi. Xo'p dedi. Akangni o'g'lini bo'yningga olasan dedi. O'zing oxirigacha turib berasan. Xo'p dedi. Ikkala opangdan ko'nglim to'qu, kichkina opangdan xotirjam emasman. Turmush qilishni xohlasa, qarshilik qilmaysan. Xo'p dedi. Turmush qilishni xohlamasa, parvarish qilasan. Bo'yningga olasan. Xo'p dedi. Mabodo ayollik qilib uy talashsa, uy talashmaysan, berasan, chiqib ketasan. Xo'p dedi. Ja, osonlikcha xo'p deyapsan-a? Ha, nima dey, dada?
Bir kun ko'rishamiz 4-olamda. So'rab olaman dedi. İçimdagi dotni, ichimdagi o'krikni zo'rg'a bosgandi. Dada, qayerda so'rasiz ham javob beraman. Lekin o'sha paytda o'zim holatim abgor edi. Turmushim buzilgan, farzandimni alimentini to'lolmay qochib yurgan paytim, otalikdan mahrum qilishib yuborgan payt. Bir durga kasalliklar, buket kasalliklar bilan. O'shanda dadam bir gap aytgandi: "Senga ishonaman bolam, hali hammasini yo'lga qo'yasan." Yo'lga qo'ydim, lekin dadam yo'qligida yo'lga qo'ydim. Biz hayotda nimalargadir erishish uchun yaqinlarimizni tepalab, toptab o'tamiz ekan, o'sha joyga chiqamiz ekan. Yelkalarini tutib berar ekan, o'zlarini qurbon qilishar ekan, o'zlarini hayotlarini qurbon qilishar ekan. O'shanda bir gaplari ta'sir qilgandi. Pensiyaga chiqish uchun nima kerak? O'tkirbek. Staj kerak dada. Ha, o'lma. Jannatga kirish uchun ham staj kerak. Bu yog'iga stajga ishlaysan. Qancha gunohim bor, nimalarga javob beraman, ko'z oldimdan o'tkazib, Alloh qodir qilgancha tavba qilib yotibman. Qanchasini kechirdi, qanchasini kechirmadi, o'ziga ayon. Stajga ishlaysan. Eslab qolgin, birorta odam, bitta odam sendan mamnun bo'lsa-yu, O'tkirbek, otangga rahmat deganda bitta gunohim yechiladi. Endi sen ham yetib borguningcha jannatga tayyor bo'lib tursan, birga jannatda yuraylik deyapman-da bolam. Ishonasizmi? Birinchi ustozim dadam bo'lgan. Maktabga kirmasimdan qora patnisda orqasiga borda harf yozib, harf o'rgatgan, o'qishni o'rgatgan. O'qishni o'rganib olganimda ifoda bilan ohangga solib ertak aytib berardi. Roza qiziq joy kelganda esdan chiqib qolardi. Chataq oldi. Dada aytib bering, esla olmasdi. Keyin birgalashib kitob o'qishni o'rganib olganman-ku. Qo'limga bitta ertak kitobni berardi, o'zi boshqasidan qidirardi. Xullas, haligi ertak kitob topilguncha 5-6 ta ertak o'qitardi. Keyin ertak topilardi. Keyin navbatdagi ertak. Keyin u ham esdan chiqib qolardi. Birinchi ustozim dadam. 6-sinfligimda 670 ta kitob bilan konkursda qolib. Ko'p kitob o'qidim. Sababsi dadam. Lekin bilasizmi, biror marta hatto muzqaymoq uchun menga pul bermagan. Mana shu holati uchun bir paytlar yomon ko'rganman, nafratlanganman. Keyin tushundim. Menga pul bermagan ekan, menga pul topishni o'rgatgan ekan. Hozir topayotgan hamma pulim dadamning mehnati. Meniki yo'q edi. Yaqinlaringizga bitta nazar soling. Yomon ko'rayotgan xarakterlaringiz, ulardagi yomon ko'rayotgan xarakterlaringiz balkim sizni shakllantirish uchun Alloh tarafidan o'shalarga berilgandir, yaqinlaringizga. Eng yaxshi kunlarga chiqish uchun ulardan siz chiniqish uchun o'sha so'zlarni, o'sha harakatlarni ko'rayotgandirsiz. Yaxshilarim, yaqinlarim, bahona qidirmaylik. Davay, tugadi, o'chiring. Qo'lga telefonni oling. SMS yozing. Telefon qiling. Ayting. Yuragingizdagi eng yaqin inson ekanligini ularga tushuntiring. Silla rahmni tiklang. Qalbingizda yaqinlaringizga nisbatan rahm, shafqat uyg'onishini Allohdan so'ragan holatda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. Hammalarni yaxshi ko'raman. Xonadonlardan hech qachon fayz, baraka, qalbinglardan halovat hech qachon arimasin. Ko'rishguncha.